Nimasi bor? TikTokda bilishmaydi. O'shalardan bittasi man. Nima qiladi? Nima ishlari bor? Amni siktirish kerak. Amga mehr berish kerak. Botirib 20 minut keyin qo'toqlarga berish kerak o'zi amdi. Buni ahramaslik kerak, dakanta bosish kerak. Men bunaqa chaka aytyapti. Bu gaplardan keyin qo'tog'imga rahmim kelyapti, deyapti. Fikringiz nima? Siz bildiring. Endi aka, siz qo'tog'ingizga rahmingiz kelishdan oldin hech qo'tog'ingiz bilan gaplashib ko'rganmisiz, jon aka? Qancha vaqt ko'rasiz deb. Bu qo'tog'ingiz agar qo'tog'lardan atperchatga olganda sizni qo'tog'ingizga eng oliy o'rin berilardi. Temir tashoq degan. Voy bila. Biz TikTokda masalan Diana bilan meni sikmagan bo'lishingiz mumkin. Men Shahidni sikmagansiz, u aniq %100 bilaman men buni ham. Qolgan hammani desam ham noto'g'ri, ayrim videolarni ko'rgansiz. Masalan aka sizga savolim bor. Og'ziga olganda mazza qilasizmi, ko'tiga sikkangizda mazza qilasizmi yoki amida kayf qiladigan joylaringiz ikki og'zim fikringizni bildirsangiz. Biz shunga qarab shunaqa toifali ayollar sizga Og'ziga berganda mazza qiladi. Voy, mazza, men ham shunaqaman. Ini Amerikaga ketamanmikin so'rab bering, Amerikaga. Amerikaga ketadimi? Amerikaga shunday chiqsam, Amerikaga ketamanmi? Mayli, chicha og'risa ham chidab turaman bir kun. Qara, degan senga maslahat. Degan senga maslahat boy bo'lib ketishdi. Eng katta siri oldin aminga siktirasan ekan. Точно ketasan ekan, boy bo'lib ketasan ekan. Ko'tingga turib, ko'tingdan keyin og'zingga olib